tele radio kanalida Tabassum. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Assalomu alaykum tabassum eshittirishining haqiqiy tinglovchilari. Assalomu alaykum. Kulgini jon dildan sevuvchi tabassum ixlosmandlari. Yana sizni dilingizni shod etadigan, yuzingizga tabassum ulashadigan kulgulardan tortiq etamiz. Biz sizga ijro etadigan hajviya yu hangomalar nafaqat kuldiradi, balki to'g'ri yo'lga ham boshlaydi. Bugungi tabassum hajuvchi Mahmud Ibrohim latifa va hajviyalardan tuzilgan. Hozir topildiq hajviyasini tinglang va xulosa chiqaring. Topildiq. Redaksiya binosi oldidagi chinor tagidan ko'k konvertga solingan bir xat topib oldim. Konvert ustidagi yozuv suv tekkanidan chaplashib o'qib bo'lmaydigan bo'lib ketibdi. Konvertni ochdim-da, undan kichik harfli mashinkada yozilgan tarjimai holni olib o'qiy boshladim. Men deya boshlanadi u. Bundan 45 yil muqaddam O'tloq qishlog'ida dunyoga keldim. O'qidim, o'rgandim, biroq yoshligimda biror kasbning etagini ushlab ololmaganim sababli o'zimni ilmga urdim. Har holda olim bo'lish oson degan maqol bor-ku. Ana shunga amal qildim-da. Ha, bir amallab dissertatsiyani yoqlab olgach, olim bo'ldim-u, uzoq davom etgan zerikarli bekorchilik boshlandi. Ana shunday kunlarning birida sinfdosh o'rtog'im uchrab qoldi. Olim bo'ldim, olam meniki deb yuribsanmi? dedi u hazillashib. Qayoqdan zerikayapman? Bu nima deganing? Maqollar yoz, kitob o'qi, yangi roman, qissa, hikoyalar chiqyapti. Ularga taqriz yozmaysanmi? Taqriz yozsam bo'ladi-yu, kitob o'qish jonga tegdi-da. Sen o'qigan kitoblar ilmiy kitoblar edi. Endi yosh bola emassan. Bekorga qadam bosma. Magazindan bitta badiiy kitob ol-da, o'qi. Keyin ana senga ish. Uning maslahati menga ma'qul tushdi. U aytgandek qildim. Biroq yo kitob yomon yozilgan ekanmi, yoki aqlim yetmadimi? Yaxshi yomonligini bilmadim. Kitob avtorini surishtira boshladi. Biri unday, biri bunday dedi. Xullas bu kitobning avtori o'zimga ham yoqmayroq qoldi. Unga kimligimni ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldim-da, asarni dabdala qilib taqriz yozdim. Tanqidchining zo'ri ana shunaqa qiladi-da. Retsenziyani o'sha o'rtog'imga o'qitgan edim, u binoyidek tanqidchi ekansan-u, ilmingni xor qilib yursan, deb meni ko'klarga ko'tarib maqtadi. Bir amallab uni gazetada bostirdim. Shundan keyin tez orada yozuvchi, shoirlar orasida tanqidchi degan nom oldim qoldim. Nazarimda ular meni ko'rishsa, xuddi mushuk panjasiga tushgan sichqondek tipirchilab qolayotgandek ko'rinadigan bo'lib qolishdi. Bir kuni deng, tanqidga tan bermaydigan yozuvchilardan bo'lsa kerak, yo'limni to'sib, Oshna, seni adabiyot maydoniga kim olib keldi? Ha, bu bo'ston bedarvoza emas. To'g'ri, uni eshigi hammaga ochiq. Biroq bu yerda oyoqni tagiga qarab qadam bos. desa bo'ladimi? G'oz nusxa qilib bir qaradim-da, xo'p deya qoldim. U bo'lsa yana kuyib pisha boshladi. Seni adabiyot bo'stonida ko'rib, otaxon shoirimiz G'ofir G'ulomning "Men o'zbek nafosati saroyining qorovliman. Saroyga har qanday kishi kirib, oyoq osti qilaverishga yo'l qo'ymayman" degan so'zi yodimga tushib qoldi.
Nega sen ana shu saroy darvozasini bolta bilan ochib, u yerni oyoq osti qilayotirsan? Qani, gapirsan gapiraverchi dedim-da, bez bo'lib turaverdim. U bo'lsa avjiga chiqa boshladi. O'zingni adabiy tanqidchi deb o'ylayotgan bo'lsang, yuragingni zaxga berib, nina bilan quduq qaziyotgan ijodkorlarning ko'makdoshi bo'lish darkor. Axir dehqon, ketmonsiz, gulchi, qaychisiz bo'lmagan edik. Sen ham gulzorga qaychi bilan kirda, nomard. Gulzorga bolta bilan yuribsan-a? Nima, gulni bolta bilan parvarishlamoqchimisan? Aka, men olimman. Ya'ni adabiy tanqidchiman, dedim asta. To'g'ri, Dedi u. tanqidsan. Yaqinda bir maqolangga ko'zim tushib qoldi. Unda sen tarvuzning urug'i bo'lmaganda uni yeyish oson edi. Qabilada fikr yuritib, hammani hayratda qoldirmoqchi bo'libsan. Tanqidchilikdagi bu yangiliging bilan nima demoqchisan? Yoki adabiy tanqidchilikni bo'tana ariqqa tushib olib, devor orqasidan duch kelgan tomonga ko'rkorona balchiq otish deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Dedi yozuvchi qo'lini bigiz qilib menga. Ha, ot mingan bilan chavandoz bo'lib qolmagandek, ot mindingmi? Yuganini tortiproq, oldi ketingga qarab yur. Yo'l qolib ekinzorga ot solish chavandozning ishi emas. Xo'p aka, xo'p dedim-ku. Lekin men tanqidchiman, chavandoz emasman. Ha, tanqidchisan. Lekin shuni bilki, adabiyot maydonini bo'ston, yozuvchilarni saratonning issig'ida kuyib, qahraton izg'irlariga bardosh beradigan mard sohibkorga ayni paytda mevali daraxtga o'xshatishadi. Shunday ekan, adabiy tanqidchilar shu nafosat bo'stonning agronomlari emasmilar? Nahotki agronom sohibkor yetishtirayotgan daraxtga bolta ursa, sen boqqa kirib, ana shu mevalarning mazasini tatib ko'rish o'rniga. U shunday kuyinib gapirardiki, xuddi men otasini bo'g'izlab qo'ygandek alamzada edi. Qani endi o'sha yozuvchi aytgan gaplarning birortasiga tushungan bo'lsam. Goh bo'ston, goh bolta, ba'zan gulzor, mevali daraxt, hatto bog'bon bilan agronom haqida ham gapirdi. Uning hiqildog'idan bo'g'ib, nimalar deyapsiz? Men olimman. Asarlaringizni dabdala qilib tashlayman. Osonlikcha bu yerdan jo'nab qoling demoqchi bo'ldim-u? Aytmadim. Lekin uning kimligini bilib oldim. Bir kun emas, bir kun birorta asari qo'limga tushib qolsa, sog' qo'ymayman. Ha! Tarjimai holning qolgan qismini o'qib bo'lmadi. Bu qaysi tanqidchi olimning tarjimai holi ekanligini o'zingiz topib olarsiz. Men ham o'ylab ko'raman. Ma'rufjon, Labek. tabassumda nordon luqmalarga navbat bersak. Ha, nordon bo'lsa ham foydali luqmalarni tinglab ibrat oling. Qarzga olingan yog' tomoq qattiq qiladi. Kecha bosh qashigani tirnog'i yo'q odam magazinga ishga o'tdi-yu, qo'shnisinikiga ham mashinada chiqadigan bo'lib qoldi. Husn qo'lidan hech qanday ish kelmaydigan ayollarga qo'l keladi. Yigit uchun avvalo aql, ilm va mehnat qilish uchun kuch-quvvat bo'lsa bas. Ortiqcha bo'y olma terishda, payvasta qosh, g'amza qilishda kerak, oposhi. Laganbardor faqat o'zidan yuqori lavozimdagilarga yetti bukilib,
qo'l oyog'i chaqqon bo'libgina qolmay, u o'ta munofiq va surbet yolg'onchidir. Ig'vogar boshqa odamlarni ham o'ziga o'xshagan deb o'ylagani uchun dunyoda yomon odam ko'p deydi. Xush muomalalik sog'in sigirdir. Uni qancha parvarish qilsa, shuncha ko'p sut qaymoq beradi. Boshlig'ini ko'p yomonlab yuradigan odamni pashsha tutish uchun qurilgan o'rgimchak uyasiga o'xshatish mumkin. Xo'sh, nima deysiz? Mushohada qilyapman, xalaqit bermang. U holda boshqalarga ham o'ylashga imkon beramiz, a? Tabassumda qatra xandalar. Marhamat, tinglab, kulib, ma'nosini chaqing. Kulgudan maqsad insonlarning nuqsonlarini insonlarga ko'rsatish. Kimda shu nuqsonlardan bo'lsa, o'zini nuqsonlardan xalos etsin. Alabay, Ha, to'g'ri. Munofiq. Bir shaxs mendan so'radi. Men qo'shnim Sadir buvani yoshligidan yaxshi taniyman. U 25 yil dalada suvchilik qilganman deb hujjat to'g'rilabdi. 59-yilda 2 oy, 65-yilda 1 oydan ko'proq kasal bo'lib, keyin g'o'za chanqaydigan paytda ishlamagan. Keyin 1 yil suvchilikka yaramay, dala shiyponda qorovullik qilgan. U yolg'ondan hujjat tayyorlab pensiya olyapti. Bu haqda yozmagan idoram qolmadi. Hech kim chora ko'rmayapti. Haqiqat bormi, yo'qmi? Bor, dedim biroz o'ylanib turib. Qachon ko'raman? Qanib qoldim-ku. Agar shu fe'li badingiz bo'lsa, haqiqatni 4 kishini yelkasiga chiqqaningizda ko'rasiz, dedim unga. Nima? Ha? Yonib ketyapman. Ishdan charchab kelayotgan edim. Kimdir yelkamga mushladi. Mansur! Bugun ishdim. Bunday qarasam, o'rta maktabda birga o'qigan do'stim Valijon. U oyog'ida tura olmasdi. Voy, tor. Ichmasding-ku. Ha, endi ishdim. Agar sen quysang, yana ichaman. Uni anchadan buyon ko'rmasdim. Endi nima deyishni bilolmadim. Chunki u bilan bu yaqin orada birga o'tirib, ulfatchilik qilgan emasdim. Do'st uchun zahar yut dedim-da, uni oshxonaga boshladim. Keyin oshnam oshxonada qoldimi, uyga ketdimi bilolmayman. Lekin men o'z uyimni topib kelibman. Uyda baxtga qarshi kichik o'g'limdan boshqa hech kim yo'q. Nima xayolga borganman, yana bilmadim-u, ammo telefon trubkasini ko'tarib, nomer terdimmi, yo'qmi, kimnidir Eshitaman. degan ovozi keldi. Yonib ketyapman, shu dedim. Band berib qolgan ekanman, kresloga o'tirib qoldim. Uy adresingiz. Adresimni aytdim. Ko'zim yumildi. Bir vaqt ko'zimni ochib qarasam, qay ko'z bilan ko'rayki, hovlini o't o'chiruvchilar egallab olishibdi. Ular meni ko'rishdi-yu, diqqatlari oshib, Sizmi yonib ketayotgan? deya jarima yozishdi. Ilojim qancha? To'ladim. Ayib menda emas degani tilim bormasdi. Endichi battar tutab ketyapman. Toshkent shahridagi bozorlardan birida
bir yigit uzum sotayotgan ekan. U ovozining boricha uzumni maqtar edi. Kelib qoluna! To'raqo'rg'on uzumi! Uzummas, navot! Tilni yoradi! Ajablanib tikilib qoldim. Uning so'zi ham, qiliqlari ham sira To'raqo'rg'onliklarnikiga umuman o'xshamasdi. Talaffuzi esa butunlay boshqacha. Unga yaqinlashdim-da, To'raqo'rg'onning qaysi joydan ekanligini so'radim. U esa uyalmay netmay, Aka, biz sal beriroqdan. Qancha tortay, aka? Olib ketuna, asal yeysizlar. dedi. Tilingni hakka cho'qsin, chayqovchi degandek ko'ziga jahl bilan tikilgan edim. U bo'lsa, O'zlari ham ko'zimga issiq ko'rinibsiz, dedi. Ma'lum bo'lishicha, u En shahridan kelgan olib sotar ekan. Ha? Pul bandalari ana shunaqa foyda turganda qishlog'ini ham almashadi-ya. Shallaqi echki. Bir To'raqo'rg'onlik bozordan echki olib keldi. U yeb turib ma'raydigan shallaqi ekan. Buni ko'rgan uy bekasi eriga uni yuvoshrog'iga almashtirib kelishini iltimos qildi. Er xotinning aytganini qildi. Xotin esa almashtirib kelingan echkini ko'zdan kechirar ekan. Dadasi, nega endi o'sha shallaqi echkining yungini oldirib, yana yetaklab keldingiz? deb so'rab qoldi. Hey, xotin kishiga erning ishi sira yoqmas ekanda, hey. Yaxshilab qara, xotin. Bu boshqa echki. dedi u xotiniga. Iya? Qanaqasiga boshqa? Qarang o'zingiz yaxshilab. Bo'ynidagi halqasi, peshonasidagi qashqasi ham o'sha-ku. Dar haqiqat bu o'sha echki edi. Azamat dallollar echkini sotib olib, junini qirqib tushdan keyin 10 so'm qimmatga yana o'ziga sotishgan ekan. Yüzün kuzgusuga volay hayron Nargis Ko'zing hovlida durur surat bejon Nargis Go'yo topdi chaman sor xiroming xabari Hoşetar her gece gülşende çarağan Nergis Ah Nergis Haber olmaysan hergiz Haber olmaysan hergiz Gerçi gülzarga bordur sebebi zinet zeyn Sen kebi bulmadı bir şemdi şebistan Nergis Her gece gülşenir oylek fanusi hayal Hoşetar her gece gülşende çarağan Nergis Ah Nergis Haber olmaysan hergiz
olmaysan hargiz. Taşla şahla közüz zülfünü sündül yanlıyır. Kurban bulsun en zor perişan nergiz. Lal can bakşın girir ruhiram kamilde. Nigahı katil ile gerçe alcan nergiz. Ah nergiz. Haber almaysan hargiz. Haber almaysan hargiz. Haber almaysan hargiz. Haber almaysan hargiz. Aziz Tabassumning sevimli tinglovchilari, sizlarni shodlik va quvonch aslo tark etmasin. Sizlarga tabassum ulashganlar. Muallif Sherali Hojiyev, rejissor Gulchehra G'iyosova, Ovoz operatori Sevara Yunusova, qatnashuvchilar Sanobar Qodirova, Sherali Hojiyev, Shahnoza Rajabova, Ahmadjon Mirzayev, Soqibay Tugalovlar, eshittirishni Boyir Xolmirzayev bilan Ma'ruf Qodirovlar olib borishdi. yana havo to'lqinlarida uchrashguncha Omon bo'ling.